Assalomu alaykum hammaga. Bizda Tracker avtomobili, shundan birgalikda Onyx avtomobillar. Bularda muammolar chiqibdi. Trackerimizni to'g'irlab berdik. Shu mashinani zavod qilamiz. Zavod bo'lganda ko'rishlaring mumkin, mashina ancha muammoga tablolarda har xil imolari yonib, bir tarafda sinaklari yonib, mana bu muammolari chiqaryapti tablolarda. Bu Onyximizda bo'layotgan muammolarni hisobga solamiz. Sirta bor edi o'sha kameralarni qimillatib вообще o'zi o'chirib zavod qilganda ham zavod bo'lmayapti. Mana knopkani bossak ham hech qanday zavod bo'lmayapti. Mana shunaqa kamchiliklar. Onyximiz bo'ldi. Xo'p, bunda ошибкалari anchagina ekan. Kasallarini topdik. Bundagi muammosi shu yerda massalarda sal muammo bor ekan, korobkani shtikerida muammo bor. O'shaning uchun shu kasali muammo qilayotgan. Bitta zavod bo'ldi. Boshqa hech qanday kamchiliklari yo'q. Xudo xolasa chiroyli qilib chiqarib berib olamiz mashinani. Korobkalarni ham mana qo'yib solgan paytimizda bittada tushyapti xudo xolasa. Pastdagi raqamga aloqaga chiqsalaring, ishimizni har doimgidek sifatli, shu bilan birgalikda garantiyali qilib bitkazib beramiz. Bizani ijtimoiy tarmoqlarda Instagram, YouTube yoki Telegramlarda bemalol kuzatishlaring mumkin.